Saturn bilan Tyson Qozog'istonga Oktagon ligiga urushgani ketishibdi. Menimcha Erkibulan bilan urushsa kerak yaqinda. Agar Erkibulan bilan urushib, Erkibulanni yutadigan bo'lsa, Boloxo'z restoranning ish boshqaruvchisi akamiz senga bitta sovg'a tayyorlab qo'ygan ekan. Qanaqa sovg'a? Sovg'a ham juda ham arziydigan narsa, bombasi, erkak bilan yutsa O'zbekiston bayroqlarini yana tepaga ko'tarsa, xudo xolasa o'zim karnay surnaylar bilan borib aeroportdan kutib olib, mana shu Qibray Chirchiq Boloxo'zga olib kelaman. Katta sovg'amiz bu. Nima sovg'a u? Bu aytilmaydi, sir bo'lib qoladi, lekin arziydigan sovg'a. Kredit emasmi? Yo'q, kredit emas, arziydigan berasizmi? Videoga bitta like bosib, Saturnni kommentariyada atmetka qilinglar va qanaqa sovg'aligini topgan odamga mana ham $100 atdushi sovg'am bor. Saturn senga Boloxo'z restorani menejeri katta shans berdi. Mana bu asartilarni qara, bu yoqda har kuni shunaqa odam ko'p bo'lib, shunaqa o'chirtga turishadi, bunaqa asartilarni yegani. O'zbekiston bayroqlarini teparoqga ko'tar, tezroq harakatingni qil. Boloxo'z restoranida yangi zal ochildi, hurmatli do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, odam juda ham ko'p, ovqatlari mazaligi uchun. Bu yerda o'chirt juda ham ko'p bo'ladi. 3 mingta, 4 mingta ofitsiantlar ulgura olmaydi hammaga qarashga, lekin harakat qilishyapti. Qaranglar, hurmatli do'stlar, bu yoq tomonda kabinkalar ham bor. Agar отдельный oila, xotin, bola chaqanglar bilan o'tiraman desanglar, mana bunaqa kabinkalar bor. Bu kabinka mutlaqo tekin, oldindan bron qilishingiz kerak. Xohlasanglar общий zalda o'tirishingiz ham mumkin. Shu videoga bitta dona like bosib, yaqin insonlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Boloxo'z restoraniga kelaverasizlar jigarlar. Boloxo'z Qibraydagi Chirchiqdagi nomer 1 joy.